Assalomu alaykum aziz insonlar. Ana bizlar kecha Farg'ona Lavandula fermer xo'jaligidan lavanda nihollarini qabul qilib oldik. Yaxshi, ana ekishni boshladik. Ekish jarayonidamiz. Hozir mana yordamchilar ekib boshladi. Xudo xolasa, o'zimizda ham ozroq joy bor edi, yanada kengaytirishni niyat qildik. Yaxshi, boshqa xizmatlari ham ancha vaqtida ukalarimiz ham ancha yaxshi xizmat qilib, yaxshi taxlab jo'natishibdi. Minnatdorchilik bildiramiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Yana hamkorlikni davom ettiramiz, niyatimiz bor, xudo xolasa. Hozir ekish jarayonida lavanda o'simligi, ya'ni Istiqudus deydi buni, ikkinchi nomi. Bu giyoh bilan, ya'ni bu o'simlik guli bilan bizlar kamida 15-16 yil bo'ldi boshqa ishlatganimizga. Ko'p choylar tarkibidan foydalanamiz va o'zini alohida ishlatamiz ham. Ta'siri juda yaxshi, shuning uchun niyat qildik yanada ko'paytirishni, yanada xalq davatida ajoyib damlamalar tayyorlashni niyat qilganmiz. Xudo xolasa, shuning uchun Farg'ona Lavandula fermer xo'jaligidan shu ko'chatlarni oldik. Yaxshi niyat bilan ekishni boshlaganmiz. Xudo xolasa ekishni tugatib qolamiz. Yordamchilar qizg'in ekishlar davom etmoqda. Shu fermer xo'jaligini ishlariga rivoj tilaymiz. Baraka topaylik inshaalloh, baraka topamiz ham. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizni Alisher Abdullayev YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Bundan ham yangi ma'lumotlarni, yangi g'oyalarni berib boramiz, e'lon qilib boramiz yangiliklarni. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.